Larimizda xo'p, Hojimat Erkinov gol! Mana 1-0 hisob. Abbosbek Fayzullayev gol! Mana hisob 2-1. O'zbekiston foydasiga. Omadingizni sinab ko'rmoqchimisiz? 10 million so'mni qo'lga kiriting. Opisiya hamda kommentariyada bo'ladigan link orqali o'ting hamda Mo'minov promo kodini kiriting. Shu zahoti hisobingizga 10 million so'm bonusni qo'lga kiriting. Shoshiling, omadingizni sinab ko'ring. Assalomu alaykum futbol ishqibozlari. Bugun siz bilan Jahon chempionati 2026 saralash bosqichining muhim uchrashuvini tahlil qilamiz. O'zbekiston milliy terma jamoasi Eron maydonida, ya'ni Ozodiy stadionida murosasiz jang olib bordi va durang natija qayd etdi. Hisob 2-2. Gollarga keladigan bo'lsak, 16-daqiqada Hojimat Erkinovning chiroyli zarbasi hisobni ochdi. 52-daqiqada Mehdi Taremi hisobni tenglashtirdi. 54-daqiqada Abbosbek Fayzullayev yana O'zbekistonni oldinga olib chiqdi. 83-daqiqada Mehdi Taremi dubl qayd etib hisobni tenglashtirdi. Bu natija O'zbekiston uchun katta yutuq. Endi jamoamiz Jahon chempionati yo'lida yanada yaqinlashdi. Siz qanday fikrdasiz? O'zbekiston keyingi bosqichga chiqa oladimi? Fikringizni izohlarda kutamiz. Videoga like bosing va do'stlaringiz bilan ulashing.